Assalomu alaykum obunachilar. Bugun yangi bozor Bozkırdamiz. High-tech variantdagi eshiklarimizni qo'ydik. Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Sog'liq bo'lsa 08lik materialda ishlab berdik. O'ymalardan. Zamotlar ham 5 kilitli zamotdan. Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Bu yerda 5 eshik o'rnatdik. 4 tane 90'lık bir yarma kapı oldu. Görebilirsiniz. 4 kulak. Reziller hem sıkma buldum. Hemmesinde dabor var. İnan görebilirsiniz. Hemmesinde dabor buldum. Kime kızıkallı olsa şu eşikle kanalımıza abone bulup koyarsa şunun nispet işlerini sizler için kulüp beraberimiz. Xudo xolasa. Açılıp beklersin. Yerlerim görüp öteverasizlar. Paxla yıkılgan. Anda bu yarma kapımız amma. Bu anlamda yarma kapımız. Zamoklardan 5 kilitli zamok. Davulları bilen birge hemmesinde. Pullarına geçsek, pulları komplekt hemme narsasi davulları bilen 3 milyona düştü. Yok davul gerekmeydi deseniz de 2 milyon 300 ming so'mda ishlab bersa doğru keladi xudo xolasa. Eng yaxshi materialdan, qilchilmaydi o materialdan bo'ladi. Hozirgi moda variantdagi klasik moda baholasa. 90'lık eşiklerimiz 1 milyon 600 ming so'm, davori bilan 2 milyon 300 ming so'mga tushadi. Komplekt hamma narsa ustonovka ichida bo'ladi. Kime qiziqarli bo'lsa, shunday nisbatli eshiklar kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'llab turasizlar. Sizlar uchun xizmatdamiz. Yine eshiklarimizni ko'rsatib boraveramiz. Yine jemsh qurilib, ishladik. Oltinlarni yopishtirib, cho'tga tipida.